Hammaga assalomu alaykum birinchidan. Hammaga salom. Xo'p, bugun biza Monorace chiqargan epizodni tahlil qilamiz. Men bu tahlilda o'zim nimalarni o'tkazib yuborganlarini, nimalar anaqa bo'lganini bilmoqchiman. Ya'ni o'zim ham unaqa, ya'ni o'zimni fikrimni aytaman, menda nimalar bo'lganini aytaman. Xo'p, bu lakaksi. Buni ko'pchiliklar ko'rgan bo'lsalaring, mana yana ko'ryapsizlar. Ya'ni men bu safar tahlil qilishga qaror qildim. Xo'p, bu yerda bino, zo'r bino, mana bino, normal bino. Ya'ni bu baza, obunachilar, bu menimcha uy demaslik ham bo'laveradi, chunki baza deb o'ylayman. Chunki bu taraf qorong'i, lekin bu yerda 3 ta nuqta bu menimcha aniq. Ya'ni ko'rganlar, ya'ni hozir o'z qahramonlar bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda qarang, 1, 2 ta, ya'ni 2 ta nuqta bu. Va bu yerda o'sha o'z qahramon yana bitta chiqdi. Xo'p, yes, true. Aslida ular, ya'ni monstrlar aytishlari bo'yicha yes net true emas, yes net true bo'lishi kerak ekan. Ya'ni buning tarjimasi ham ha ekan. Yes and true. Xo'p, ko'rganingizdek uni o'ldirdi. Menimcha uni o'ldirdi. Keyingi epizodda biz yana o'rmondamiz va o'sha agent tirik qolgan. Deb o'sha agentni o'ldirgani 100%. Obunachilar, bu yerda qabr turibdi, ya'ni o'sha qabr. Xo'p, va qabrda nimadir yozilgan? Qabrda xo'p, ekran xiraligi uchun men bu narsani o'qishga qiynalatyapman. Xo'p, orqada Krakerning ovozi chiqyapti deb tushuntirib qo'ying. Kraker urgan zahotda agent sirasi qaradi deb bu agent reaksiya bo'yicha yaxshi ekan. Menimcha bu boshqa agent bo'lishi ham mumkin. Sababini aytsam, agent birinchi epizoddagi agent sal bo'shroq edi. Ya'ni yaxshi bola, shu aqlli bolalarga uchrab yuruvchi bolalarga uchradi, lekin bu aql va shu haqiqiy nima edi, ya'ni shushtir askar ekan. Reaksiyasi kuchli. Buni qaraganingizda Krakerni bitta zarba bilan o'ldirib tashladi. Kachoq ekan. Shu payt orqada yes net true deb yoziladi yana. Yes. Obunachilar, menimcha bu agent, menimcha bu o'z qahramon, menimcha bu aqlli bo'lishi ham mumkin. Sababi o'sha birinchi epizodda o'sha o'z qildi, ya'ni tez gapirib tashladi. Ya'ni nima bo'ldi, ya'ni xavotirga tushib qoldi, lekin bu xavotirda emas, bu ham aqlli. Yana aqlligini isbotlab beradigan narsa, bu Krakerni boshqara oldi. Ya'ni Kraker, mana shu Krakerni boshqara oldi. Bu Krakerni boshqara oldi. Uni mana shu agentga qarab hujumni yubordi. Lekin agent aqlli ekan, yurakni sindirishni bilib oldi. Xo'p, keyingi agent. Xo'p, bu aqlli ekan, okey. Obunachi, yana bitta miyamiz narsa
kelib qoldi. Menimcha unga bilasizlarki Skibidiyada yarim talada ukol qilingan edi. Ya'ni Don Studiosiga ukol qilingandi. Menimcha unda ham, ya'ni ularni ham o'limlari bo'lgan va ularni o'limlar tarafdan anaqa qilingan. Ya'ni buni ukol qilingan yoki bo'z ko'shk edi. Obunachi shu vaqtda men orqada nimani sezib qoldim. Mana bu yerda mana orqasida nimadir sezib qoldim. Xo'p. Menimcha men o'ylagan narsam bu mana bo'lsa kerak. Ya'ni ularni kelajakdagi bo'shliqlari mana bo'lishi mumkin. Ya'ni mana obunachilar ular bo'shliqlari yo'q, mana bu bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 ta kallari yoki mana bu bo'lishi mumkin. Menimcha biza kitlar haqida tushunishimiz mumkin. Menimcha bu, ya'ni bu ham qo'shilsa kerak. Ya'ni suvli kardalarda mana shu narsa qo'shilsa kerak. Ya'ni mana shu qo'shilsa kerak. Bo'lsa mana shuni ko'rishimiz mumkin. Biz hozir yerdamiz, yer paytida mana shuni ko'ryapmiz. Yerda mana shuni ko'ryapmiz. Axir biza bilasizlarki Minecraftda lava olamida bo'lsak, mana shuni ko'ramiz. Yoki va suvli joyda bo'lsa, ya'ni muzli joyda bo'lsak, mana uni ko'ramiz. Va suvni tagida bo'lsak, mana shuni ko'ramiz deb o'ylayman. Va ular bo'shliqlar nimaga bunday deb o'ylayotgan sababi, chunki ba'zi kadrlarda men qanaqadir qora peshonasida ko'rib qoldim. Balki men adashayotgan bo'lishim mumkin, chunki men orqada nimadan ko'rib qolganim, lekin rostda men uni ko'rib qoldim. Skeleton. Xo'p. Shuni deb o'yladim va shu joyda tugaydi obunachi. Ya'ni aytdim hamma narsamni. Xo'p, shu meni fikrim shunday. Axir sizlar bu albatta Monolith Virginning kanalida qo'yiladi, chunki men yozib qo'ygandim, ya'ni o'zlarini naqalardi. Xo'p. Hammaga sog' bo'linglar obunachilar. Sizlar bilan men yana o'sha Nobly Craft bo'ldim.